Nomahram tarafiga shahvatli nazar bilan qarashlik fasodning urug'i bo'ladi. Shayton nomahram narsalarni zinatli qilib ko'rsatadi. O'zi yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, uzoqroqdan o'zi hamma narsa ham chiroyli bo'lib ko'rinadi deydi. Shaytonning hunarlaridan eng zo'ri bittasi shu. Uyingizda turgan haloldan nikoh qilib olgan xotiningizni xunuk qilib ko'rsatib, ko'chadagi begonanikini chiroyli qilib ko'rsatadi. Yosh bolalarga ham nazar qiladigan bo'lsa, e'tibor qiladigan bo'lsangiz, tamomiy meva, pista, bodom uyingizda turadi. Bittasi yeyman demaydi, mehmonga borganda qitig'iz keltiradi, hammasi yeyman deb. Shaytonning zo'r hunarlaridan bittasi shu. O'zingiznikini xunuk qilib ko'rsatib, begonanikini chiroyli qilib ko'rsatadi. O'zi yaxshilab qaraydigan bo'lsangiz, uzoqdan o'zi hamma narsa ham chiroyli bo'lib ko'rinadi deydi. Shuning uchun mashhur bir masala bor. Uzoqni do'mbarasining ovozi zavqli bo'ladi der ekan. Yaqiningizda bo'lsa quloqingiz yetib boradi. Lekin uzoqdagi juda yoqimli eshitiladi. Go'yo yomon nazar qilish bilan insonning dilida gunohning urug'i ekiladi. Bu urug' vaqt kelib turib o'sadi. Rosa o'sha dunyodan inson o'tib turgan vaqtida unib chiqadi bu. O'sha vaqtida shayton demak sizni tuzoqqa ilintirishlikka zo'r vaqt topadi.